Хорошо, bu yerda hozir diqqat tarqoqligini ko'rdim. Bundan tashqari ushqoqlik bormi? Bor. Tegmaganga tegish bormi? Bor. Misol uchun o'ziga mana hammaga narsa olib berdingiz, bunga o'zinikini bir pasda yeb bo'lib yoki bekitib qo'yib, birovnikini 5 minutdan keyin olgisi kelishi bormi? Nabarot bu asabiga tepsa keyin yeydi birovlar yeb bo'lguncha uni o'zinikini yeb bo'lguncha poylab turadi. Хорошо. Xo'p, mana uyda ish buyursangiz qilgisi kelmaysiz, sizni chalg'itishi bormi? Bor, chalg'itishlar. Tez jahli chiqib ketishi bormi? Tez jahli chiqib ketishlari bor. Xo'p, aka bundan keyin kichkinalar bormi, yo'qmi? Bor, singlisi bor. Sen unga qanaqa munosabati? Tanishadi, основной urishadi. Основной bu uni asabini buzadi. Shunaqami? Bu borib asabini buzishi bormi? Bir narsalarni ham o'zi qilmaydi-da shu ishni, singlisiga e'tibor ketadi. Qildiradi. Bu o'sha liderstvodek qilib o'zini o'rniga birovlarning qo'lini ishlatishi bor. Yutqizishi bilmaslikchi? Yo'q, yutqizish bilmaydi. Bilmaydi. Yutqiz qo'ysa ur to'polon hamma joyi buzadi. Meniki ham ko'chada ham hamma yeysiz kimdir narsasi bo'lsa bo'ldi, meniki olib bemalol yeb ketadi, olib ketadi. Shunaqa aniq bilmaydi. Uni me'yori bilmaydi, понятно. Giperaktivligi o'zi bitta o'yinchoqni uzoq vaqt o'ynamaslik. O'ynamaydi, 10 minutdan ko'p o'ynamaydi. Lekin mabodo misol uchun Legolar bir narsalarga uzoq vaqt o'ynab o'tirishlari yo'q. Dars qildirsangiz, misol uchun kemamni yozamiz, chizamiz, siz suv ichib keling, borib keling bormi? Все, это чисто SDVga. Tagdan u tushyapti SDVga. Bu yerda SDVga bo'lgani bilanchi, u nima deydi, bir hayot tarziga jayam ta'sir qiladigan narsa emas.